Original 7 tushli motoblogim bor. Shu uchun teleskalaringdan yoki-da motoblogga teleskada komplekt olmoqchiman degan akalarimiz uchun original 7 kuchli motoblogimiz va teleskalarimizdan yetib keldi akalar. Shu munosabat bilan hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotini berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketaman akalar. Kimga xuddi shunday 7 kuchli motobloglar yoki-da teleskala kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Va bo'lsam, videoni boshladik akalar. Motoblogimiz yoqilg'i turi bizon baklari 3 litrli. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarim to'rtga zavodit oladi. Vozduxning filtrlari maslinniy qilib joylashgan. Maslinniy filtrlarga 50 gramdan 100 gramgacha bo'lgan moylarni quyiladigan bo'lsa-lar, motorlar uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Motorlari 170 F motor bilan jihozlangan. Motorlarida originalligini sababi moydachilarigacha qo'ydirib olib kelganmiz. Reduktorlari katta 450 talik katta reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Rullar ham baquvvat rullardan qo'yilgan. Skolari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollarigacha bor. Motoblogimiz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. O'zini kulish-pilishlari, dokumentlari mana shu joyda joylashgan bo'ladi. Hozirda 7 kuchli motobloglar uchun xuddi shunday temir balonlarimiz ham tayyor bo'lgan akalar. Shiroki katta temir balon so'ragan akalarimiz uchun. Bu temir balonlarimiz 7 kuchdan 17 ot kuchigacha bo'lgan istalgan motoblogga tushadi. Sababi futurkalari har qanday motoblogning futurkasi birga-bir qatirilib ketaveradi. Xohlaganlar 17 ot kuchliga olishlari mumkin yoki-da 7 ot kuchli motoblogga ham olishlari mumkin. Endi aravamiz ma'lumotiga keladigan bo'lsak, aravamiz ma'lumoti dishlari aylanadigan dishlardan qo'yilgan bo'ladi. Oyoq qo'yadigan va o'tiradigan joylarning taxtadan, listlari kontren listdan foydalanilgan. Balonlari skuter balondan qo'yib ishlangan bo'ladi. Bemalol bu aravamizga 500 kg-gacha bo'lgan yuklarni, o'tinlarni yuklab, bemalol yerlarni ichidan tortib chiqib, yo'llarda olib ketishga qiynalmaysizlar. Endilikda agroservis do'konlaridan motoblog xarid qilib olganinglar uchun xuddi shunday balgarkalar yoki-da xuddi shunday kuchnabollar tekinga berib yuborilmoqda. Tekinga olish sharti juda ham oddiy. Bizga obuna bo'ling va 7 kishidan 17 kishigacha bo'lgan istalgan turdagi motoblogimizni xarid qilib olasiz va do'konimizning ichki tomonida barabanlarimiz joylashgan. Ana shu barabanda bir marta aylantirish imkoniyatini beramiz. Mana shu barabanda aylantirganingizda sizga nimaga tushadigan bo'lsa, sizga tekinga berib yuboriladi. Shartlarni aytib o'tdim. Bizga obuna bo'lib, kelib istalgan turdagi motoblogimizni xarid qilib olinglar va mana shu barabanda aylantirganinglarda shurpa o'ldirib, balgarga kulishna bo'lsa, svarishni apparat bo'ladi, balgargalar tushadimi, sizlarga motobila yoki dorisi apparatlar tushadi, shunday tekinga berib yuboriladi. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlar qoldirdim, bemalol murojaat qilib xarid qilib olishingiz mumkin.